Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Wow, qanaqa atir sepasiz? Rosa shirin ekan. Qanaqa atir? Shunaqa tayinlayman. Kattalar yoshlar ko'rishsin, bir-birini bilishsin deyishuvdi. Shunga dadam ham keluvdilar ko'rishgan. Yaxshimisiz? Oshnalaringiz bilan kelmas, narda o'ynab o'tirardik. Nimani hidi kelyapti? Qo'lingizni ko'taring-chi. Qo'ltiq ham qo'ltiq sho'ri bo'lib qopti-yu, kolonka bas beryapti. U bu narsa sepib chiqadi uchrashuvga. Yuringlar endi kelishga kelibsizlar. Sal bezbezroq ekan qizim. Shunga dadam ham biz bilan uchrashuvga chiquvdilar. Xijolat bo'lmayapsizmi? Ketdik unda aylanamiz. Jijji uyalcha ekan-a, dada? Jijji emas, ancha. Shu dadam bekor chiqdimmi deyman-da. Tayyormisiz qaynota? Namgarchilik bo'lmadimi, dada? Selab pasta bo'lib ketdi. Antoshka, paydim kapayt kartoshku. Bo'ldi, janim jon ekansiz o'zi ham. Bo'lmasa detskiga chiqdik. Hozir qo'limni tiqaram. Yesanglarchi, endi qaytiravermasdan. Sizni bir restoranga olib kirasiz deb o'ylovdik-da. Qanaqa restoran? Qizingiz bilan uchrashuvga o'zingiz mochilab chiqib oldingiz. Bo'pti, menga qarang, mashina poshingiz bormi o'zi? Mono bor, mono. Bu quyoshda saqlaydigan bor. Olaman mashina. Nima mashinam bo'lsa nima bo'pti? Siz shopringiz bo'lamanmi? Siz olib yuramanmi? Baxtimizga nima aloqasi bor mashinani? Bezbetli ham evi bilan-da. Bo'ldi, senga beradigan qizim yo'q. Tur ketdik. Mashinani ham dami qo'yib yuboribdi qizim. Endi nima qilamiz, dada? Hey, mashinalardan o'rnating. O'zimizniki bo'lsa ham jahon standartlariga javob bera oladi. Yamalarda ko'rmaganday o'tib ketadi. Sizni mashinangizda dami chiqdimi? Menga qizingizni bermasangiz, hayotingizni ham dami chiqib ketadi. Nima qilyapsiz? Ha, basharani tozalab bering dedingiz. Bu basharani qaynatish kerak. Qo'lingizni torting, qo'pol. Uka, mijozlarga qo'pollik qilyapsan, ishdan bo'shading. Pashale. Menga umuman vaqt ajratmaysiz. Qachon qarasa konturxonada yurasiz. Bir haftada bir marta ko'rishamiz. Jonimga tegib ketdi. Seni jag'ing tinami? Jag qilaverasan. Botoks qilib qo'yaman lavingni. Namuncha qo'polsiz? Boring, yo'qoling. Ukalarim mashtaringizni tushirganingni, pullaringni beraman. Nima uchun qo'polsan? Ishlamayman sen bilan. Uka, sen chelevik pavukka o'xshab sakraysan hozir. Ishlar, mana ko'ringlar. Bitta sakra ber. Ey, yosh bolalar bilan nima qo'pol hazil qilyapsan? Ma'mur aka, bolalar bilan hazillashib o'ynayapsiz. O'z qayerga ketyapsiz? Ha, bu mashinaga yangi balon ko'rib kelay deb ketyapman-da. Ma'mur aka, mana barshinalardan ishlating, jahon standartlariga ham javob bera oladi. Yamalarni ko'rmaganday o'tib ketadi. Dadam ham bitta balon qo'ydirgan ekan, bir oyga qolmay lisi bo'lib ketibdi. Barsdan olib kelyapman meni. Ha, bo'pti, barsdan olaman bo'lmasa. Nahmat aka, assalomu alaykum. Olmangizdan bitta bering. Yo'q, tiqilib qo'ydi. Nahmat aka, nima bo'ldi? Nima bo'ldi? Uraymi? Nima qiling? Nima turing? Nahmat aka o'pka chiqib ketdimi? Qo'rqma. Hayvon, yana tishingni yuvmasang, mashinani oqartirib qo'yaman yana. Bunday-chi? Ana krasavchi bo'lding. Akin qaytada haydab yuribdi. Haydarlarga beraman-da. Sarrepdan ketasan-da. Ey, kamina g'alaba qozonadi. Tomosha qil derazadan. Quyosh qilar jiz. Dadan keldi, qiz. O'g'ilton yarim kechasi qo'y yog'ini yeb yuribsizmi? Otaxon chumizga narsiz yallashmang, bu yerda rep battle bo'tdi. Repmi? Qahmando qilaman, qarab tur. Rep aytaman, eshit hayotni dog'i, eshitganlarni gullaydi bog'i. Sen yurgan yoshlik chog'i, Eminemni men ko'targanman, qo'y yog'i. Ko'z tegmasin o'zimga. Round hida. Yomon qildi otaxon.
Papa to'yordingiz lekin sizni buyoq kelajak kutyapti. Uyga borgan seni katta narsa kutyapti hayvon, balki plos. Cherryni mashinalari zo'rda o'g'lim, yig'ib qo'ygan pulim bor. Bitta mashina olib chiqay, sen mana shu yerda o'tirib tur. Davay pap. Mashinani qara, asalligini. Assalomu alaykum, nima xizmat? Qizimchicha yig'ib qo'ygan pulim bor, bitta shunga mashinani mo'shnilardan ko'rsatib yuboring. Xo'p bo'ladi. Bu avtomobilimiz Tiggo 2 Pro avtomobili. Chiq ekan, seni. Va bu Cherryni qanaqa modeli? Bunisi Tiggo 7 Pro. Hozirgi ko'rgan ikkala avtomobilingizni ham boshlang'ich 25% dan to'lab, qolganini 5 yilgacha bo'lib to'lasangiz ham bo'ladi. Rostdan boshlang'ich 25% dan to'lasam bo'ldimi? Yuring oladi seni. Ya qizim, vodiyda filiallar borligini umuman bilmagan ekanman. Albatta, Andijonda ham, Farg'onada ham, Namanganda ham Cherry'ning filiallari bor. Ha, vodiyliklarga maza bo'pti-da. Bo'ldi, rasmiylashtiramizmi unda? Bo'ldi qizim, mana yig'ib qo'ygan pullarim bor. Cherry lady. Dada mashinangizni pulini prodyuserimga tikib yubordim, uzr. Qizim, ambulatoriyaga admin bo'ladigan odam bor ekanda, ertaga keling mana. Olmaz, mashina olaman o'yla, qanaqa mashina olding? Gibrid. Gaz bersang ham yuraveradi, ovqat bersang ham yuraveradi. Stressga chiqma. Gay, sen ketgan. Mashina olib minib yuraman deyodim-a. Pap, yangi stilimga nima deysiz? Inayni hammasi deyman, ko'tarishdomda, hayvon. Трёхкратный чемпион из Kshlaka Dakan Tuk. Yaqinda janging face to face bo'ladi. Yana mana shu xo'roz bilan bu kishi. O'zi menga emas, mana shu xo'rozga uylangan. E'tiborga men gapirib to'g'ni. Yo meni tanlang, yo xo'rozingizni deng. O'char toshingda. Xafa bo'lma. Meni kechir. Boya qattiq gapiryapman, jahlim chiqib ketdi. O'zingdan tiling yomon-da, bir gapdan qolmaysandan leqib bo'lsa. Tars yut dedimmi, yut tashlab bo'ldi. Yoqimishda oqani yaqinda Visogonka. Dadil-dadilji. Uyamni olaman tuxum go'shtlardan. Dadam men ham go'sht yeyman. Monolarga tuxum go'shti olib beraymi sizlargami? O'tgan safar shilaq qilib turib xato qilibsiz-a. Endi bu jangda French qilaman, tirnoqlarim chiroyli ko'rinadi. Tushundingmi? Bundan buyoqqa mediaga ishlamasak bo'lmaydi buni. Mediasi ham kuchayib ketyapti. Ham gonoraring ham ko'tariladi. Ash harom o'lgur to'g'ri mendan ko'p kosmetikasi bor. Janorim yeyishni e'tiborim berma. Bugun seni pixingni kestirib kelaman o'zim. Ash xo'rozingiz pixini kestirguncha bolangiz o'ngga kiryapti. Olib borib o'g'lingizni pixini kestiring. Qo'rq xo'roz o'shtirib yuravermasdan bolangizni ham o'ylang. Rostdan ham lekin. Bolam o'ylamabman-ku. Variant. Davay, olish. Qo'ling tagidan. Soat saylatirib. Jo'shqirmay urishay. Porriq odam sharmanda qilding-ku yutqizib. Go'sht bilan tuxum so'raysan, non bilan piyaz chalg'ib urisha olmading-ku. Mayli dedi, o'zim urishaman, faqat xo'roz urishtirmay, xo'roz deb menga ham oyimga ham e'tibor bermay qo'ydingiz. Xotin, Ha? muncha baqirasan. Yering bugundan boshlab o'zgardi. Voy o'lay. Mana Gulsinga xotinjonim. Mana o'limizga. Mana kichkinangan lalaku. Zamonaviy texnologiyada ishlab chiqarilgan. Xomashyosi ham chet eldan keladi. Namlikni o'tkazmaydi, allergiya ham chaqirmaydi. Eng zo'ri, guldi ham zo'ri senga. Voy dadasi, qo'lingizni tez yuving, oqatsiz aman. Ha, xotinjon. Hozir qattiqroq pishdi-da bu. Urushgan xo'rozni shunaqa bo'lar ekan. To'g'rim. Oyoqlaringni aynanin. Sho'rbog'im jeb-jabsizlarmi? Gözatım didani, yaklamı saçidani, ya gözatım